Qayerga? Turkiyaga. Turkiya. Zo'r-ku. Turkiyada yashaymizmi? Meni o'sha yerda qarindoshlarim bor. Shu sabab Turkiyani tanladim. Sizga ham ma'qulmi? Ma'qul. Sen nima desang shu. Yuring unda maktabga boraylik, bola nogani. Mayli, ketdik. Latif aka qayerdan paydo bo'ldi? Yaramas. Mo'min akani pichoqlab qo'ydi. Ana endi o'tiribdi turmadi. Men doimgidek ochiq osmon ostidaman. Latif, meni yo'limga to'g'anoq bo'lding. Men kimni tanlasam, o'sha odam bilan baxtli bo'laman. Aks holda yomon bo'ladi. Behruz yaxshimi? Behruzga kim qarab turibdi? Shifokorlar, hamshiralar o'zlari qarab turadi. Ishonchli qo'llarda farzandingiz deyishdi. Shu sababli keldim. Haligi Oyjon, qornim rosa och qoldi. Tentaksan desa, arpa bo'yi o'sarkan. Nima endi uyga ruxsat berganimga bemalol ovqat ham so'rayapsizmi? Siz haddingizni biling. Shunchaki 3 kundan beri tuz totganim yo'q. Majburligimdan so'rayapman, Oyjon. Bo'lmasam so'ramasdim. Hech bo'lmasa oshxonaga chiqib, suv ichib chiqay, Oyjon. Ruxsat bering. Mayli. Voy, rahmat Oyjon. Qozonda ovqatdan bor. Bir kosa ichib oling. Oyjon, rahmat. Baraka toping. Ilohim, yuzlarga kiring. Dunyo turguncha turing, Oyjon. Rahmat. Boring. Shu darajaga yetib bordingmi? Qanday oilang bor edi? Ering nima desang muhayyo qilardi. Shunday oilangni qayoqdagi bir erkakka almashtirding. O'g'lim, sen sabab qamalib ketdi. Biror kun insofga kelarkansan, bu haqda vaqtliroq o'ylasang bo'lmasmidi?